Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hammalarni uylaringga, chorvalaringga fayz va baraka, rizq olib kelsin. Mana biz bugun qaytdik va nihoyat bugun shu o'zimda qo'lamda qo'ylar bor edi, bilsalaring mana 100 ta qo'y, mana bu yoqda, u yoqda qorada, hozir hammasini syomka qilamiz. Yungini olgan edik bularni. Qo'ylarda mana ko'rib baho beraverasizlar. Bu yerda hozir qo'ylar ko'paygan ekan yana, shuni hisobiga meni chaqirdi. Keldim, syomka qilyapman. Shu desalaring, mana yangi telefon olgan edik. Shu bilan bir syomka qilay dedim. Xo'p, qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Qo'yxona haqida oldin, hozir qo'ylarga ham qaytamiz. Birinchi o'chratda tepada. Xo'p, qo'yxonani eni 6 metr, uzunligi tak 30 metr. Tepada strapilalar qo'yilgan 10 santimetrlik, 10lik strapila, oddiy atsinkoviy shifr qo'yilgan и reyka bo'ldi. Hop, mana bu yoqdan ko'rsatsak tepadan. Keyin mana bu yoqlariga nima qo'yilgan? Penoplast qo'yilgan, issiq o'tkazmaslik uchun. Juda ham hozir shabada shamol kelib turibdi. Keyin arqa tomon dala, mana devorni tishgan. Har 1 metr tishib chiqqanda setga qo'yib chiqqan, ona qilib havo aylanish uchun. Tayiga kelsak, taylari oddiy nima, to'proq nima qilingan, porisi o'zining to'prog'i. Oxiriga kelsak, oxirida ham mana 15 santimetrlik strapiladan ikkita qo'yilgan. Eniga bunaqasiga yana 15 santimetrdan ikkita qo'yilgan. Xo'p, mana shunaqa qilib oxirlari yasalgan. Ichkariga gaz ballonni kesib, suv uchun nima qilingan, idish qilingan alohida. Oxirlar taxtadan. Mana ular ko'tariladi, setkalar hammasi. Chiqish uchun eshiklar qo'yilgan. Har 4 metrga, 5 metrga eshik qo'yilgan. Tepaga mana bunaqa ventilyatsiyalar qo'yilgan. Har 3 metr, 4 metrga ventilyatsiyalar qo'yilgan, lampochkalar qo'yilgan. Keyin har 5 metrda bo'lib chiqqan. İşte bu qo'ylar bu yerga haligi nima deydi? Etap hammasi bo'lingan. Xullas, raddom отдельный, tug'ruq nimasi, qo'zilik qo'ylar, keyin tuqqandan keyin ona bola qo'ylar. Mana billa hozir mana emib turibdi. Xullas, bu yerda hammasi kechga ertachi qo'shgan qo'ylar. Shuni hisobiga shunday bo'lgan. Bu yoqda ham mana bo'lingan, bu yoqda ham bo'lingan. Hammasi 3 metr, 4 metr, 5 metr ana shunaqa bo'lib chiqqan ichlarini. Mana bu gaz ballonda suvlar qilingan, отдельно. Oxiriga berishda iloji yo'q, chunki taxtadan bu yerda faqat yem turadi. Yem solish uchun oxir qilingan taxtadan. Xo'p, eshiklar mana bunday. O'zimiz oddiy reykadan nima qilingan, jeles qoqilgan bo'ldi. Mana tepalari ham ochiladi, bular vaqt kelsa, yozda issiq bo'lib ketgan payt ochiladi. Hammasi hisob kitobli qilingan. Qo'yxona juda ham nima deydi, ixcham, nima deydi, budjetni qilingan, xullas hammasi. Xo'sh, endi qo'ylarga kelsak, bu yerda necha bosh jiyan qo'ylar? 100 ta, 100 bosh qo'ylar. Jiyan uyalyapti, gapira olmaydi. Xo'p, oxirgi tuqqanlar mana kichkinalar, to'g'rimi? Qo'zilar. Bu yerda hozir xo'sh, nechta ona bola qo'y? Bu yerda hozir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta ekan, 10 ta ona bola qo'y, o'zini bolalari bilan, bu yerda kattalari boshqa ona qo'ylar bolasi, to'g'rimi? Nari qo'raxonadan kelgan, onasidan ajratilgan, to'g'rimi? Qo'chqorga qo'yilgan hozir yana. Xullas, bunday bo'lyapti bu yerda obunachilar. Xullas, qaranglar. Bu yerda hozir mana avgust oyiga qo'yilgan bo'lsa, avgust yozga, o'tgan yil yozga qochgan qo'ylar mana qishda oxiri bahorgacha o'zi qo'zilab bo'ldi. Endi hozir nariyada uni ham agar hozir ko'ramiz, vaqt yetib qolsa, ikkinchi video qilib uni ham qo'yib yuboraman. Xullas, u yoqda hozir yana bir partiya ona qo'ylar turibdi. Bolasidan ajragan bolalari bu yerda hozir. Bolasidan ajragan hisobiga ular yoqda qo'chqor bilan turibdi. Katta qo'chqor bilan qo'shilgan. O'shaning hisobiga ular endi yana hozir qochadi-da, hozir qaysi oy? Aprel bo'lsa, borinki may, iyun, avgust, sentyabr. Sentyabrga уже yozda oxirlari, kuzda boshlariga yana qo'zilaydi. 2 marta qo'zi oladi degani. Mana sizlarga oddiy elementarni nima deydi, qo'ydi o'zini nimasi. Endi men ham o'zi yaqinda boshlagan edim.
Oldindan o'zi qo'y boqib yuraverdim. Prosta bu sohada, YouTube sohasida syomka qilib, bir qiziqib boshlagan edim. Hozircha mana ancha-muncha o'zim ham tushunib qoldim. Mana bolalari sal nima bo'pti-da hali. Bular hozir mana tak yeydigan yemiga kelsak, ratsioni. Xo'p, bu yerda nima berasizlar? Kepak faqat. Kepak, oddiy kepak yeyapti. Mana qurigan kepak. Yana nima? Sabzi bermayapsizlar, ha? Sabzi ham beryapsizlar. Sabzi bilan kepak, keyin nima? Qashak nima? Beda yong'oq. Beda press, короче, makka farqi yo'q deyapti. Nimani tashsang yeb tashlayveradi deyapti. Bu yerda mana hovlida baqlajon ekilgan, bu yerda. Baqlajon bu mana bu yozga nasib bo'lsa qo'ylarga yemish uchun ekib qo'yibdi mana bu yoqda, u yoqda narigi hovlida ham ikkita qilib ekkan. Nima deydi? Qo'y bundayda obunachilar. Osonlikcha to'ymaydi. Shuni hisobiga kepakka nimadir qo'shib bersangiz tezroq to'yadi. Bu qo'ylar nasib bo'lsa mana hozir bolasi bilan turibdi. Mana shu oxiri tuqqani mana shu sariq qo'chqorchami? Qo'chqorcha turibdi. Bular endi hozir bolasi bilan turibdi. Bolalari menimcha qancha turadi yana bolalari? 1 oy, 2 oy qancha qo'yasizlar? 3 oy, 3 oy turar ekan. 3 oyda demak bular onasidan ajragandan keyin kechroq tug'iladi yana, chunki bular kechki partiya bo'ldi. U yoqda qo'ylar, u nariga qo'yxonaga turgan qo'ylar, ular уже qochdi yoqda. Hozir nechta qo'chqor bor yoqda? 5 tami, 6 tami? 5 ta qo'chqor bor, ha? 5 ta qo'chqor bor. Hozir uni ham ko'rsataman. 5 ta qo'chqorga nechta qo'y qo'yilgan yoqqa? 20 ta qo'y u yoqda turibdi. 20 ta sog'liq. Yerda ko'pi anavi 2 tadan 3 tadan tug'adigan qo'ylar, ha? 2 tadan 3 tadan tug'adigan qo'ylar. Shuni hisobiga men egiz tug'adigan qo'ylar yoqda. Bu yoqda bittaliklar. Shuning hozir bular bolasi bilan turibdi. Kechga qochganlar. Shuni hisobiga hozir bolalari ozgina emgandan keyin, katta bo'lgandan keyin nima deydi? Ajratib, bularni ham уже keyingi partiyaga qo'chqorga qo'shadi. Shunaqasi yana kechroq tug'adi. Deydi, kuzda oxirlari qishga tug'ib boshlaydi endi. Mana qo'ylar yeyishda davom etyapti. Qarang, aylanadi, keladi, yeydi. Yo, yaxshi ancha. Bularni pastki yungini olib bo'ldik. O'tgan videolarga ko'rgan bo'lsalaring obunachilar, mashinkaga olib kelib yungini olgan edik. Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Yemlari ham bor, yoqda turibdi yemlari. Yemlarni ham hozir bir sira ko'rsatib, u nima xaltada? U ham yem olib keldilar. Ana u. Yema, kepaga bo'ldi hozir. Ularni ham ko'rsatamiz. Hammasini birma-bir ko'rsatib boramiz. Obunachilar yoqqan bo'lsa bitta layklab bosamiz. Gumillatib, do'stlarga, chorva qiziquvchilarga padilsa qilib jo'natib boramiz. Mana shu oq qo'ylarning bolasi mana oq. Ekovi ham shundan bo'lganmi? Mana shu oq qo'y yerda tez ko'payadi. 2 tadan 3 tadan tug'adi. O'zimizda ana Buxoron qo'ylarida qora quloq deydi. Bu qo'chqor ekan, bu. Qo'chqor. Buni onasi naryoqdami? O'sha hammasi shuni bolasi. Mashalloh deb qo'yamiz obunachilar. Havasim keldi ancha qo'ylarga, mana ancha o'zgargan. Yaxshi. Hozir men o'taman u yoqda narigi qoraxonani, uni ham video qilib, syomka qilib joylaymiz YouTube'ga obunachilar. Unisini ham ko'rsataman. 2 partiya bo'ladi videomiz. Chunki u yoqda ko'p, hozir uni ham polni boshdan oxirigacha obzor qilish kerak. Vaqtimiz kamroq yetmaydi. Shuning uchun ikkinchi video qilib, ikkinchi videoga joylayman. O'tib ko'rishlaring mumkin. Obunachilar yoqqan bo'lsa bitta layklab bosib, hali ham bosmagan bo'lsangiz bosib qo'yib, chorbador do'stlarga yuborib qo'yamiz.